Assalomu alaykum. To'g'ri aka. Siz charchanasiz. Assalomu alaykum. Tunus aka. Erkak bilan urushaman deyotgan odamsiz, adashmasam. Bitta rasmga tushib olsak bo'ladimi buradan? Aka, rahmat kattagon. Xudo chempion bo'lasiz, aka. Muxlisingiz addushi. Rahmat, aka. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizlar? Nima erkak ularni yana qadashirasiz? Yuzib tashlaverasizlar, men muxlisi bo'laman erkak ularni, aka. Ibanmisan? Hozir kelding. Nima deyapsan? Senga fanatman deb. Tushunmadim. Qachon sizga fanatman dedim? Hozir kelasizmi ketyapsan? Qachon sizlar rasmga tushdim? Hozir? Aka. O'zgaruvchanmisizlar qanday, aka? Nima? Normalniy muomala qiling. Men Uyat qilyapsan. meni quyet qiladi. Nimaga yuzib tashlaverasizlar? Salom, aka bitta rasmga tushib. Sizlar biznesi qilyapsizlar. Addush aka. Prank o'tdi. Qilamiz. Kamera qo'l ko'tarib qo'ying, aka. Bu yoqda kameraga olamiz. Men sizni muxlisingizman, hech qanaqa erkak bilan emas. Bu yoqda ham kamera bor, aka. Rozi bo'lasiz lekin, aka. Aka hayronlar. Azgina kechga keldik, kalti ham yeb ketardim. Aka, videoni postga joylayman, maylimi? Joylang, lekin erkak bilan qo'shilib keling. Yo, aka bu. Xursandmisiz? Men qasamman, aka. Xursandman, bilaman, Liboy bilan keling. Addush aka, joningiz sog' bo'lsin. Xafagarchilik bo'lmasin, aka. Просто endi yo'nalish shunaqada, aka. Addush aka. Kim bilan bilaman, siz nima edi? Xursandman, bilaman, Liboy bilan kelavering. Ko'tini ayiramiz Liboyni. Davay, bratan. Qadrdonlar bitta videoga like bosib, yaqinlarga yuborib qo'yamiz. Muxlislari bo'lsa kommentariyada yozib ketamiz. Eshitdinglar, bu videoni erkak bilan ham tashlab qo'yinglar, xudo xolasa bosa-bos bo'ladi. Addush aka. Lekin ko'rganimda addushi xursandman aka. Siz bizni qaysi viloyatdan kuzatasiz? Toshkent, Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax. Xullas kommentariyaga yozing, qaysi viloyat ko'p ovoz to'playdigan bo'lsa, o'sha viloyatga borib iminni video qilib kelamiz. Hozir men O'zbekistonda yagona bo'lgan Safir brend asosida ishlab chiqarilayotgan ichki kiyimlar tikuv fabrikasiga kelganman. O'zbekistonlik biznesmen aka-ukalarimizni hamkorlikka chaqirib qolamiz. Safir brend asosida ishlab chiqarilayotgan ichki kiyim, tursuv, mayka, futbolka bilyodeysizmi? O'zbekistonni 12 ta viloyatiga yetkazib olib borib beramiz. Nafaqat O'zbekiston, SNG davlatlari, O'rta Osiyo barcha davlatlarga yetkazib berishga imkoniyatimiz bor. Ha, yo'q, aka, juda ko'p joydan ichki bilan oladigan bo'lsa, Xitoy fabrichni deydi, bu mahsulot sifati qanaqa? Mahsulot O'zbekiston 100% paxta HB hisoblanadi, terlatmaydi. Xitoy bilyodan ancha sifatli, yaxshi. Sifatiga kafolat berasiz. Sifatiga kafolat beramiz. Bo'ldi. Hamkorlik uchun quyidagi nomerlarga telefon qilib bog'laning. Agarda biz nomimizdan chiqsangiz, chiroyli narxda qilib berishadi. Barchangizni hamkorlikka chorlab qolamiz. Opisaniyada nomer qoldirganmiz. Bemalol 24/7 aloqalasangiz bo'ladi. Videoga like bosib, yaqinlarga yuborib qo'yamiz.